Erki qirg'inchilikning bayoni. Yaqında yozuvchi Ömer İminning Mazlumlar va Zolimlar nomli ikki qismlik romani Uyg'ur yozuvchilar nashriyoti tarafidan besilgan bo'lib, bu romanda Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda vahshiylarcha yurgizgan erkiy qirg'inchiligi yurakni titirtadigan voqealiklar orqali fosh qilinadi. Abtor öz ko'zi bilan ko'rgan bir dehqonning Xitoy askarlari tarafidan o'ldirilish voqeasi, shundaqla uning avlodlarining jazo lagerlariga qamalib, ig'ir fojialarga yo'liqqanligidek bir oila fojiasini amaliy yuz bergan voqealar asosida adabiylashtirib yezib chiqqan. Mazkur roman Ömer İmin ilgari yezib nashr qildirgan lager fojialari haqida o'chirik va hikoyalar nomli ko'p qismliq asarning davomi sifatida yozilgan bo'lib, avtor bu romani orqali amaliy yuz bergan bir qotillik voqeasini asos qilib, shu voqeada qurbon bo'lgan bosh qahramonning bizga zamondosh bo'lgan avlodlarining beshiga kelgan ichinishli fojialari, ya'ni nahaq holda tutilib lagerga elib ketilib, meni yuyishga duchor bo'lishi, lagerlarda yuz bergan dahshatli qiyin qistoqlar, bosqinchilar sababidan qiz ayollarning hayotining nobud qilinishi, sabiy bolalarning ota-onasidan majburiy ayirib etilib, assimilyatsiya qilinib, manqurtlashtirilishi qatorliq ziyonkashliklarning qandoq siyosiy maqsadda elib berilganligidan iborat orqa ko'rinishini echib tashlashga Xitoyning davlat terrorligi orqali Sharqiy Turkistondagi mazlum Uyg'ur xalqini erkiy qirg'inchilik orqali yo'qotish maqsadiga yetmoqchi bo'lganligini fosh qilishga tirishgan. Yozuvchi Ömer İmin ayni chog'da Urumchidagi universitetning siyosiy nazariya fakultetida o'qigan bo'lib, maktabning o'rinlashtirishi bilan uning sinfidagi o'quvchilar o'qish bitirishdan bir yil burun Kucha shahrining O'stang yezisida bir oylik jamiyat tekshirish praktikasi elib bordi. Ular praktik qilish jarayonida O'stang xalqining turmush sharoiti, jafoliq dehqonchilik amgiki va kommunistik partiya hukumatining qatma-qat boysiliklari bilan ezilayotgan og'ir ahvoli bilan tonishib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'quvchilar xalqimizning ashundoq og'ir ahvolidan xabardor bo'lgan bo'lsa-mu, ularga hech ish qilib bera olmaydi. Faqat ularga ko'nglida yeztashlik qiladi. Shu kunlarning birida O'stang yezisining Langar kentida mundaq bir voqea yuz berdi. Langar kentiga qo'shni joylashgan bir harbiy gazarma bor bo'lib, u yerda turayotgan Xitoy askarlari atrofdagi dehqonlarga og'ir zulm selib kelayotgan edi. Bir kuni ikki Xitoy askar Qodiraxon ismli bir dehqonning beg'iga o'g'irlikka kirib, to'xosini o'g'irlab qochdi. Shu paytda Qodiraxon etiz ishidan qaytib kelgan bo'lib, u o'zining to'xosining o'g'irlab ketilayotganligini ko'rgandan keyin u askarlarning orqasidan qo'g'lab to'xosini qaytarib olmoqchi bo'ldi. Ammo askarlar qechib berib, mashinaning ko'zipiga chiqib oldi. Qodiraxon ularning orqasidan qo'g'lab kelib, ko'zipga esilganda bir Xitoy askar uning kallasiga yo'g'on ko'tak bilan birini qo'yib, beshini yerib yetdi. Qodiraxonning beshidan qon hadidan ziyoda chiqib ketganlikdan shu yerning o'zida jon uzdi. Bu voqea bo'lgandan keyin yozuvchi Ömer İmin va o'quvchilar voqeaga ichinib, marhum Qodiraxon oilasiga yordam qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo u chog'dagi sharoitda ularning bu voqeada ziyonkashlikka uchragan Qodiraxon oilasiga hissdoshlik qilishdan boshqa hech ish qo'lidan kelmaydi. Lekin bu voqea yozuvchining umr bo'yi esidan chiqmaydi. Oxiri Sharqiy Turkistonda yo'lga qo'yilgan atalmish kasbiy qayta tarbiyalash markazlari nomidagi jazo lagerlarida yuz berayotgan dahshatli fojialar avtorning qo'liga jiddiy qalam elib, bu tarixiy jinoyatlar haqida asar yozishga turtki bo'ladi. Yozuvchi Ömer İmin uchuq manbalik xabarlar va egallagan uchurlar asosida Kucha shahriga qo'shni bo'lgan To'qsu nahiyasining shimoliga va uningga qo'shni bo'lgan O'stang yezisi Langar kentining g'arbiga joylashgan 1-may suv ombiriga yondosh qilib, cho'ng ko'lamlik bir jazo lageri qurilganligidan
keng ko'lamlik tutqun qilishlar ilib berilganligidan xabar topdi. Üşöstan xalqi va Langar kenti Xitoy askarlari joylashgan harbiy gazarma bilan atalmış kasbiy qayta tarbiyalash markazining qismi orasida qolgan bo'lib, Langar kentida yashayotgan marhum Qadraxunning navir-chavirlarining oila nasabi va kuchlik diniy e'tiqodi sababli tutqun qilinib, lagerlarda og'ir zulmga uchrab, fojialik qismatlarni boshdan kechirayotganligini aniq taxmin qilishga bo'ladi. Shunda qilib, buningdan 30 necha yil burungi Qadraxun fojiasi bilan uning avlodlarining garmonik holda bog'lanib ketgan fojialik qismatlari yozuvchining ko'z oldida xuddi film ko'rinishlaridek paydo bo'ladi. Avtor bu bir oiladagi necha avlod kishilarning tragediyasini xam material qilib turib, shu asosda real turmushdagi ko'plagan jazo lagerlari zahmatkorlarining sarguzashtlari bilan jug'urilgan badiiy obrazlarni yaratib, bu romanni muvaffaqiyatli yozib chiqqan. Yozuvchi Ömer İminning bu romanni yozib chiqishiga turtki bo'lgan omillarning yana biri uning savog'dishi 1988-yilda elib berilgan milliy kamsitishga qarshi o'quvchilar namoyishining boshlamchilaridan biri bo'lgan Varis Ababakri ve aksi Abdullah İmin qatarliq minglagan begunoh tutqun Uyg'urlarning turmadan chiqib bir necha kun ichida o'lib ketishi edi. Yozuvchi Ömer İminning o'z aksi Abdullah İmin buningdan 40 yil ilgari texi o'smir chig'ida ota-onasi bilan birlikda hajga borganligi uchun oradan shuncha vaqt o'tgandan keyinmi tarqoq haj qilgan asabiy unsur bahonasida tutqun qilinib, qiyin qistoqqa uchirgan va kasal qilib etilgan. Keyin lagerdagi 2 yillik atalmış tarbiyalash muddatini to'shqizib chiqib, bir oyga yaqin vaqt o'tmayla bu olam bilan vidolashgan. Amdila 50 yoshning qarsini olgan aksining bu fojiasi yozuvchi Ömer İminga qattiq ta'sir qilib, uning Xitoy jallotlariga bo'lgan texmi nafratini qo'zg'agan. 2017-yildan boshlab oshkorlanishga boshlagan atalmış kasbiy qayta tarbiyalash markazlari haqidagi uchurlar va u yerda bo'layotgan kishi ishongusiz dafsandichilik va xo'rliqlar xalqaro matbuotlarda orqa-orqadan xabar qilinib, bir mahal g'ulg'uli paydo qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning shuncha paketlar oldidimi numussizlarcha tenivelishi va Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni yoshirish va paketlarni yo'qotish uchun elib borgan ta'tir tashviqotlari Uyg'urlarni Xitoy bilan istutaksiz bir jang maydoniga elib kirdi. Mushundaq ahvolda Xitoy kasbiy qayta tarbiyalash markazlari deb atalgan jazo lagerlarida yuz bergan fojialarni, uning kelib chiqish sabablari va mohiyatini dunyoga pash qilib, xalqi olamga namoyon qilish muhojiratdagi Uyg'ur qalamkashlarining zimmasiga yuklangan muqaddas vazifa bo'lib qoldi. Yozuvchi Ömer İmin bir qalamkash bo'lish sifati bilan bu muqaddas vazifadan bir ulushni o'z zimmasiga ilib, matbuotlarda tarqatilgan va oshkorlangan xabarlarni anglash, to'plash, tadqiq qilish va shundaqla qorong'u zindondan qutulib muhojirat dunyosiga yetib kelgan bir qism tirik lager shohidlarini ziyorat qilish orqali lager fojialaridan o'chirik va hikoyalar nomli ko'p qismliq asrini nashr qildirgan. Avtor bu romanni yozishda ko'plagan Uyg'urcha xabar kanallarining vatandan egallagan haqiqiy uchurlari, shundaqla o'zining tuqqanlari uchun guvohlik bergan guvohchilarning barliq guvohlik isbotlari va bayonlarini yig'ib to'plab tadqiq qilish, lager shohidlarini naq maydonda ziyorat qilish orqali Xitoy jazo lagerlarida sodir bo'lgan barliq vahshiyliklarni aniqlab chiqib, ularni personajlar obrazi orqali jonliq yo'ritib berib, lagerlarda yuz bergan u dahshatlik fojialarni jonliq va chin suratlab berishga tirishgan.